Bugun kechki taomga nima ovqat qilay degan savol sizni ham qiynayaptimi? Unda menda siz uchun ideal yechim bor. Ham tayyorlanishga oson bo'lgan, ham mazali bo'lgan ushbu taomni albatta tayyorlab ko'ring. Bismillah deb ishimizni xamir qorib olishdan boshlaymiz. 1 stakan suvga 1 choy qoshiq tuz aralashtirib olib, 3 stakan un bilan xamir qorishni boshlaymiz. Hayitgancha men xamirga tuxum ham qo'shib yubordim. Qo'limiz yordamida yumshoqqina qo'lga yopishmaydigan xamir qorib olamiz. Xamirimizni qo'lga yopishmaydigan yumshoqqina bo'lganligidan so'ng 10 daqiqa tindirishga olib qo'yamiz. Xamirimiz tingunigacha biz nachinkasini tayyorlab olamiz. Idishimizga mayda qilib to'g'ralgan piyoz hamda qiymani solib olamiz. Ustidan esa oldindan pishirib qo'yilgan yarim chala pishgan guruchimizni solib olamiz. Agar guruchimizni oxirigacha pishiradigan bo'lsak, qasqonning ichida bo'kib qolishi mumkin. Ustidan esa tabga ko'ra tuz hamda ziravorlar solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Bu orada xamirimiz ham tinib qolgan bo'ladi. Olib yupqa qilib yoyib olamiz. Yupqa qilib yoyib olgan xamirimizni xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib taxlab olamiz va kesib chiqamiz. Bu taom uchun xamirni xohlagan hajmingizda kesib chiqsangiz bo'ladi. Xamirlarni tugib chiqishdan oldin qasqonimizni tagini yog'lab olamiz va xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib o'rab olamiz. Pishganida ustilari yaltillab chiqishi uchun ustilarini shunaqa yog'lab olamiz va qasqonda 40 daqiqa davomida baland olovda pishirib olamiz. Bu videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta saqlab